astag'firulloh va atubu ilayh yoki astag'firullohni o'zi. Aytdik 40 ming marotaba kim astag'firullohni aytsa, xohlagan butun g'ami yechiladi. Farzandsizmi farzandli bo'ladi. Ish yurishmayaptimi? Ish yurishadi. Muammoga kirib qolganmi? Muammosi yechiladi. Qamoqdami? Alloh taolo yengillik beradi. Nima muammosi bo'lsa, adadini astag'firulloh va atubu ilayh qiyinmi? Oson. Astag'firulloh, istig'forni 40 ming adadga yetkazing bugun. Alloh taolo 40 ming adadgacha yoki o'sha adadga bormasdan Alloh taolo yechadi. Bir birodarimiz aytayapti, hayotimizda bo'lgan. Taqriban bir odam 200 million qarz bo'lgan ekan bu yigitdan. Aytadi u kishi, taqriban 1 yildan beri sudga ham beraman, boraman, iltimos ham qilaman, urushaman ham, so'kaman ham. Umuman foyda bermaydi.